Men ham amma bo'lib yaqinda kerak edim rosa Toshkonda. Yonimda bo'ling dedi, obro'miz bo'ling dedi. Bo'ldi rosa tomosha, qiyomatday to'y bo'ldi. Keldi yoru birodari, keldi lagang bardorlari, ammo kelmadi nechundir amakiyu tog'asi, ammasiyu xolasi. Nega qarindosh yo'q desalar, bilasizmi ne dermish? Ya alhazar ya tavba, men chaqirdim to'yimga, puli borni, zari borni. Ya alhazar ya tavba, nega nechun deyishsa, to'yona berisharmish. Puli boru zari bor, nechun kerak qarindosh keltirmasa to'yona. Ya alhazar ya tavba, eri dermish, ey xotin, aqalli bir do'stimni chaqiraylik shu to'yga. Jim o'tir sen to'nka, dermish xotin eriga. Sen so'tak do'stingdan ne naf kelar to'nka er. Shumshaygancha bechora er ketdi hayronu lol. Bechora qaynisingil debdi, kelinoyi bir ammam bor, ko'zi ko'ru oyog'i shol. Aytsak dili shod bo'lar, shuni chorlaylik to'yga, baribir kelmas to'yga. Ko'ngli bo'lar g'oyat shod. Ey nari tur sen ahmoq, ko'r ammadan ne foyda. Qayni singil bo'ldi lol, dili vayron, ko'ngli g'ash. To'y bazmi kuni keldi, kuyov ketdi kelinga. Kuzatdilar shod xandon, ammo qayni singilni ko'ngli edi vayron lol. Ketdim sal-pal o'zimga, qara bola yangajon, har holda to'y va aza yonma-yon keldi beayov. 3 kun oldin og'amni qo'ydik qaro tuproqqa. Qayni singil bechora 2 o't orasida qay birisiga kuysin, o'likkami tirikka. Qayni singil ammajoni, kuyovni ammajoni keldi kuyov uyiga qo'ymoq uchun yukini, ya'ni kuyov kelinni kutmoqqa usul edi o'lgurni. Ne ko'z bilan ko'rsinki, yanga va qizi qip-qizil bir ko'ylakda. Ko'zlariga yosh keldi ko'rib bu ajab holatni. Shunda ham bildirmayin, "Ha yangajon, yangajon, eshikni ochib yuboring, keltirgandim usul etil. Bir xursand bo'lsin kuyov kelibdini yallasidan. Oqshom kelar kutib olishga mening yaqin tanishim." Yanga dedi, "Hoy, menga qarang, meni hech ham vaqtim yo'q. Senga eshikni ochib usul etiling qo'ymoqqa." Qayni singil ammajon bo'ldi hayron, bo'ldi lol. Xullasi bu yangajon kiritmadi eshikdan. Bechora qayni singil taqillatib qo'shnining zarhal tilla eshigin. "Tura tursin siznikida, oqshom kelib olamiz, sizga malol kelmasa." Qo'shni ayol, "Mayli qo'ying, sira kelmas bizga malol." So'ngra ketdi qayni singil yana to'yxona tomon. Ko'zida duv yoshi. "Ey Xudoyim, ayt, ne aybim bor?" Aybim shuki, arosatda 2 aka orasida 3 kun oldin og'amni qo'ydik qaro tuproqqa. To'y Jamshid boshlandi. Hamma xursand, hamma shod. Sahnada xiromaylar Toshkon degan guruhi. Birrovga ayttiribdi, oq ilonni do'ndirgan Sulton poshsha xonimni akam xursand bo'lsin deb qayni singil eriga. Birrovga ayttiribdi Jahongirni jiyani Dilmurod otajonni akam xursand bo'lsin deb. Bir payt keldi Sulton poshsha davralarni to'ldirib. Shu on kelib yangajon, "Hay menga qara ammajoni, berdirmayman mikrofonni bu 2 artisingga." "Yo alhazar yo tavba, nechun, ne sabab? Kelar hali Yulduzxon, yana kelar Jalolxon, yana kelar Afruzaxon, yana kelar Muzaffar ona deya menga kuylar. Bu kuylasa vaqt yetmas. Shu sababdan vaqt yetmas. Aslo tutqazmam mikrofon." "Yo alhazar yo tavba, ha yangajon, yetar hammaga zamon ila fursati." To'y Jamshid boshlandi, hamma xursand, hamma shod. Sahnada xiromaylar Toshkon degan guruhi. "Zamon ila fursati" dedi hasratda ammajon, kuyovni ammajoni. "Ustoz, u xonim yangajon, ta'zim qilib bosh egar bu afsona oldida. Har qandayin qo'shiqching, shu sababdan bu vajing o'tmas seni yangajon." Sulton poshsha qizdirdi, davralarni yondirdi. Dilmurodjon lazgini rosa yorib sindirdi. O'tdi to'yu tomosha, ammo negadir kelmadi Yulduzxon, Afruzaxon, Jalolxon, Muzaffarjon. Ya alhazar ya tavba, qayni singil ortidan kelishdi ishxonasi.
Senlarga yo'q joy dedi Yangijon. Senlar uchun men yana to'layimmi 4 million? Ha, 4 million ekanu deya Yangijonni 4 millionini tashladilar. Kartasiga o'sha 4 millionini. Yo Alhazar, yo tavba. Bu ne zamon bo'ldi? Yo Alhazar, yo tavba. Yana qaytib qayni singil keldi aza xonaga, yig'lab dardini aytdi Xudo joniga.